Oilaviy tinchlik, xotirjamlik jamiyatdagi yutuqlarimiz asosidir. Onalar, buvijonlar o'gitlariga quloq solib, saranjomlik, pokizalikka ahamiyat berilsa, bu holat xonadonga baraka keltiradi deyishadi. Oila erkaklarni hurmat qilish, ularga mehr ko'rsatish, e'tiborli bo'lish esa baxtning kalitidir. Dasturxon atrofida oila a'zolar bilan jamlanib, shirin suhbatlar qurish, nonni bo'laklab bir-birlariga mehr bilan ilinish aynan vatanga bo'ladigan muhabbatning yorqin ko'rinishidir. Baxtiyor oilalar tug'ilmaydi, ular yaratiladi, barpo etiladi. Vatan esa baxtiyor oilalardan kuch, quvvat, qudrat oladi. Oila nima? Oila bu vatan. Vatanchi? U nima? Vatan bu oila. Har ikkisini qadrlamoq saodat nishonasidir.